Assalomu alaykum. Men Shahriyor Bahronov. Yoshim 29 da. Qo'l jangi bo'yicha sport ustasiman va jahon chempioni. Qo'l jangida tog'am nima o'rgatmasdilar. Men o'zim sportga qiziqardim. Shu futboldan Mirjalol Qosimovlarni ko'rib, shularga nima qilardim, havas qilardim. Shu chiqish uchun keyin otamga aytdimki, "Ota, mana shu futbolga olib boring, men shu futbolist bo'lmoqchiman" deb aytganimda, otam olib borganlar. Keyin talentimni ko'rdilar va o'ziga tortdi. Keyin oradan vaqtlar o'tdi. Futbol jamoaviy o'yin bo'lganligi uchun salgina bizlarga endi menga salgina qiyin bo'ldi. Chunki endi bir o'zingiz o'ynasangiz, yakka kurash bo'lsa agar, bir o'zingiz ushlab olib ketaverasiz chempion bo'lib. Futbolda u 11 kishi o'ynash kerak, jamoa bo'lishi kerak. Shuning uchun 16 yoshimgacha futbolga bordim. Keyin 16 yoshimdan keyin futbol salgina shu qiyin bo'lib ketaverdi. Keyinchalik tog'am, birinchi kichkina tog'am shu qo'l jangi sport turiga kirib keldilar. Keyin aytdilarki, "Sen sportdan ketsang agar, darshi sportga bormoqchi bo'lsang agar, rezultat qilmoqchi bo'lsang agar, kel bizani sportga, men seni yuqori cho'qqilarga chiqaraman" deb tortib ketdilar. Keyinchalik bizlar shu kichkina tog'am bilan harakat qildik. Shunaqa natijalarga erishib harakat qildik. Shu yergacha keldik. Katta tog'am endi u kishini oilalarida 3 ta qizda. Biza yonma-yon turamizda, qo'shnidek. Yonma-yon uyimiz ham bitta joyda. U kishi ko'pincha biron ish bo'lsa, biron narsa bo'lsa faqat meni chaqirardilar-da. Shunga u kishi o'g'illaridek ko'radilar-da. Shu uchun hozirgacha mehrlari boshqacha menga. Qanaqadir musobaqa bo'ladimi, nima bo'lsa ham, shu yerga ke, mana bu ishni qil, bunaqa qil, menga yordam ber deb chaqirib shunaqa tarbiya berganlar-da. Shu kishi ko'proq meni oldimga. Kichkina tog'am endi bizlardan uzoqroqda yashaydilar, Samarqand sentrida. Biz sal chekkaroqda yashaymiz-da. Shu uchun bu kishi bilan kamroq suhbatlashamiz. Bu kishi bunchalik nima qilmaydi, lekin bu qo'l jangi sport turiga kichkina tog'am olib kirganlar-da bizani. Lekin hammani olib kirgan meni oyimda. Kichkina tog'amni ham, katta tog'amni ham, yana bitta tog'am bor, u kishi endi bu yerda emas, boshqa davlatda. U kishini ham shu sportga jalb qilganlar shu oyim. Mevasini endi nima ko'ryaptilar. Shahriyor o'zi yoshligidan juda ham sho'x bo'lgan. Juda ham sportga qiziqishi juda baland edi. Avval u futbolga qiziqardi. Juda ham yoshligida u ham chap oyoqda, ham o'ng oyoqda o'ynay olardi. Keyin shu futbolga qiziqib, o'zi lekin sho'x bo'lgan. Shu futbolga qiziqib, keyin oilamizda tog'alari sportsmen bo'lgani uchun ular murabbiy bo'lib ishlardi. Keyin shu tog'alariga qarab futboldan keyin qo'l jangiga o'tib ketdi. Unga ham shu tog'alarni shogirdlari hammasi juda ham chempion bo'lganligi uchun shular qiziqtirdimi bilmayman, lekin shu tog'alarini ishiga qiziqishi balandroq bo'lib, keyin shu qo'l jangiga o'tib ketdi va shu qo'l jangiga juda ham e'tiborli bo'lib, juda ham mas'uliyatli bo'lib shug'ullana boshladi va shu tog'alarning nazoratida bo'lib, Xudoga shukr shu natijalarga yetdi bolam. Maktabda lekin juda ham sho'x edi. Aytmayman, yaxshi o'qirdi, o'rtacha o'qardi. Lekin shunaqa xarakteri bor, ujar, gapini gap qiladigan, shuni qilaman desa, shu ishini qilmasa, tinch nima qilmasdi. Faqat bitta narsani oldiga maqsad qilsa agar, shu maqsadiga yetmaguncha
tinch turmasdi, shunga intilardi. Shunaqa xususiyati bor uni xarakterida. Shuni natijasida deyman, shu qo'l jangiga kirib borib, tezda nimaga erishib oldida. Birinchi, ikkinchi sinflarda u shu futbol bilan qiziqqan bo'lsa, уже 5-6 sinflardan boshlab u qo'l jangiga o'tib ketdi va shu orada tez o'rganib bordida. Birinchi muxlisi men desam bo'ladi. Juda ham переживать qilaman bu uchun. Qo'llab-quvvatlab turaman. U uchun bu narsa juda ham muhim. U uchun bunga juda ham katta e'tibor beradi. Oilamizga yana bitta qiz qo'shildi. Kelinim demayman, qizim deyman. Qizim o'rniga ko'raman. Qizim ham shu o'g'limni sportsmen bo'lganligini bilib turib, juda ham biz ikkalamiz juda ham qattiq motivatsiya beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz uni. Shahriyorni eng yaxshi odati u juda ham mehribon, juda ham e'tiborli va bolalarni juda ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun o'zi ham murabbiylikka o'tib oldi, chunki bolalarni tarbiyalashni u juda ham yaxshi ko'radi va u juda ham mas'uliyatli. Biron narsani bo'yniga olsa, shu narsani qilmaguncha u tinch turmaydi va shunga harakat qiladi. Shu tomonni men o'zim yaxshi ko'raman. Va lekin bir minus tomoni u mana shu ishni boshlagan paytda biron kishi uni shu yo'ldan biron to'sqinlik qilsa agar, jahli chiqadi. Shu boshlagan ishiga hech kim to'sqinlik qilmasligi kerak va u harakat qiladi shu ishni bajarishga va u uddalaydi. Shuncha ish nima qilgan bo'lsa, hammasini uddalab keldi. Shunisiga men xursand bo'laman va u juda ham mehribon. Ota-onasiga nisbatan harakat qiladi ko'nglimizni olishga. Shu jihatidan u juda ham mehribon bo'ladi. Eng yuqori cho'qqilarga yetishishini biz tilakdoshimiz. Menga dalda berayotgan, kuch berayotgan, motivatsiya berayotgan bu ota-onam, uydagilarni so'zlari o'sha kuch beradi menga. Qo'l jangi sport turi 2018-yildan boshlab hozirgi paytgacha yomon tez o'sib ketdi. Unaqa o'sish bu boksda ham bo'lmagan. Chunki boks ancha oldin bo'lgan bizda. Lekin qo'l jangi kirib kelishi 2018dan o'sishni boshladi. Bu 5 yil, 10 yil, 12 yilga bu miyaga sig'maydi-da bunaqa o'sish. Biz 1 yil oldin rejalashtirgan edik. Shu Amir Temur kubogi bo'lsa agar R1 yo'nalishida. Hali bu debyut, birinchi jangim. Bundan keyin men jang yo'nalishida emas, birinchi tur yo'nalishida bormoqchiman. Bu ham yaxshi natijalar bor. Unda ham natija qilganman. Hozir keyinchalik ham trenerlik ham birinchi turni olib bormoqchiman. Jangga qaraganda birinchi tur qiyinroq. Qanaqa darajada qiyinroq? Birinchi turda 15 ta bilet beriladi, savol. Uni har bitta biletning ichida 5 tadan savol bo'ladi. Shu savolni siz uje hammasini bilib olishingiz kerak. Siz chiqqan paytda u burilasiz, u bajarish kerak. Shu uchun salgina birinchi tur qiyinroq. Jang sohasi, jang yo'nalishida chiqdingiz, urushdingiz, kirdingiz, yana tushdingiz nimadan, ringdan pastga. Birinchi turda aqlan uje bilishingiz kerak, 15 ta biletning ichida qanaqa savollar bor, qanaqa bilet tushadi sizga, uni ichidan qanaqasini bajarasiz, qanday bajarasiz, shuni bilishingiz kerak. Bir xil bolalar ham aytadiki, birinchi tur osonroq deb, keyin chiqqanidan keyin biladiki, yo'q bu qiyinroq deb aytadi. Hozirda birinchi tur zo'r ommalashib ketyapti. Chunki birinchi tur travmasi kam birinchi ochilishda. Keyin olimpiadaga qancha travma kam bo'lsa, shuncha yaxshiroq nima bo'ladi. Olimpiadaga oladi-da, shunaqa sportlarni jalb qiladi. Kirsa agar zo'r bo'ladi. Bu birinchi o'rinda O'zbekiston uchun. Chunki O'zbekistonda birinchi o'rinda agar boks bo'lsa agar, ikkinchi o'rinda qo'l jangi ham olib ketadi olimpiadaga.
Birinchi o'chratda bu sport turida inson ruhiyati. Chunki odam agar qo'rqsa, agar u ming kuchli bo'lsa ham urusha olmaydi. Ikkita tog'asi ham trener bo'lsa agar, murabbiy bo'lib ishlasa agar, u hech qayerga qocha olmaydi. Sportchi bo'lishiga majbur. Shahriyor birinchi jiyanimiz. Katta opamizni o'g'illari bo'lib, shuni men o'zim sport zalga olib kelib, shu shug'ullantirganki, o'zimiz endi jahon chempionatlariga o'sha paytlar jahon chempionatini orzu qilib, professional janglarni orzu qilib yurardik. Shu orzuyimizni, shu Shahriyorni shunaqa chempion qilishga harakat qildik. Shunga sport zalga shu maqsad bilan olib kelgan bizlar. O'zi lekin juda ham yaxshi futbolni yaxshi ko'rardi. Qochib zaldan qochib futbol o'ynab yurishga harakat qilardi. 4-5 yil даже futbolga ham qo'ygan bizlar. Endi ishqi shu yerda ekan deb futbolga ham qo'ydik. Lekin futboldan yana yoshi kattaroq bo'lgandan keyin, 16-17 yoshga kirgandan keyin yana o'zimizni sport zalga qaytib kelib, yo'q, tog'a endi men shu yerda trenirovka qilaman, endi natijalarga harakat qilaman deb kelgan edim. Shundan buyon mana har kuni bizlar bilan birga, har qayerga bormasak, qaysi musobaqalarga bormasak, bizlar bilan birga borib, musobaqalarga tushib, shunaqa yaxshi natijalar. Ba'zi bir paytlar shunaqa bo'ladiki, musobaqalarga o'tkazib qo'ysa agar, bo'ldi bu sport meniki emas deb chiqib ketishi ham mumkin. Lekin bizlar murabbiylarning vazifasi shundan iboratki, albatta sportchini mana shunaqa paytda qo'llab-quvvatlab, tushuntirib, yutqazishdan yutqazishgacha unchalik ko'p distansiyasi katta emas. Ya'ni yutqazish ham bor, yutish ham bor. Albatta bu ikkalasi yonma-yon yuradi. Yutqazish har bir sportchiga bo'lishi kerak. Sababi u sportchi yutqazishni bilmasa agar hech qachon yutishga harakat qilmaydi. Qiziqi ham qolmaydi. Albatta har bir sportchiga bo'ladi. Har bir sportchi bo'ldi, bas men ketaman, bu sport meniki emas yoki shunaqa gaplar ham bo'ladi. Og'irlik qilyapti. Chunki bizlarning sportimiz nafaqat jang sporti, balkim jangdan oldin og'ir trenirovkalar, vес tashlash jarayoni juda ham qiyin kechadi. Shu har bir sportchiga juda ham kuchli iroda berish kerak, kuchli bo'lishga harakat qilish kerak. Ana shunga shu sabab ham bo'lishi mumkin. Har bir sportchi karyerasi deymiz, karyerasi tugagandan keyin har bir narsani boshi bor narsani oxiri ham bo'lishi kerak. Bizlar o'zimiz bunga maslahat berdikki, senga yetarli biliming borki, mana shu o'zingdan keyin yana yaxshi chempionlar chiqarish. Shunga o'zimiz maslahat berib, o'zimiz yo'llartirib, yo'l ko'rsatib, mana endi asta-sekinlik bilan boshlayapti shu murabbiylik. Lekin ba'zi bir paytlarda kelib aytadiki, og'ir ekan tog'a, og'ir ekan, sportchilarni ayniqsa yosh sportchilarni o'rgatish og'ir ekan deb. Shuning uchun albatta har bir ishning og'ir tomoni ham bor. Mana shu murabbiylik sohasidagi bunaqasida ishlarida omad tilayman. O'ylaymanki, Shahriyor o'zidan keyin mana shu sportini tugagandan keyin yaxshi chempionlar chiqaradi, xudo xolasa. Jasur tog'ani katta o'g'illari futbolist, futbolga boradi. Kichkina o'g'illari urushqoq. Uni o'zimizga tortganmiz. U hozirda 5-6 yoshga bo'lsa agar, u urushni biladi. Viloyatga chiqib, birinchi nomer bo'lib olgan. O'zini vestida 5-6 yoshliklarning ichida. Kattasi salgina bu sportdan salgina uzoqroq, lekin
kelib turadi trenirovka jarayonida. Futbolni yaxshiroq ko'radi, endi sevadi. Bu sport turida 12 yildan beri shug'ullansam agar 7 yil faqat yutqizganman. Faqat yutqizganman. Shu boramiz, musobaqaga yutqizamiz, yana kelamiz. Yana boramiz, yutqizib kelamiz. Keyin tog'am, shu katta tog'am aytganlarki, shu sen ishlayver, keyin natijasi ko'rinadi deb aytgan. Shu ko'ngildan o'tadi, lekin shu tashlasam menga kerak emas, shu sport shu 5 yil, 3 yil yutqazsangiz ham deysiz, mani sportim emas ekan deysiz. Lekin mani shu qiyin ahvolimda shu tog'am, katta tog'am olib qo'yganlarda, bo'lmasa shu yergacha kelmasdik. Qo'l jangimi? Hayot. Chunki 12 yil shu sport turi bilan shug'ullanib, shu sport turi bilan boshqa davlatlarni ham ko'rdim. Shu sport turi bilan ko'p odamlar bilan ham tanishdim. Ko'pchiliklar bilan уже ahil bo'lib oldik. Do'stlarim hammasi qo'l jangidan. Bitta ikkitasi bo'lishi mumkin tashqaridan, lekin ular bunaqa men bilan yaqin emas. Qo'l jangida men bilan 5 yil, 6 yil trenirovka qilgan, shu уже do'stlashib ketganlar ko'p. Eng yaxshi tomonlardan gapiramiz. Shahar aka yaxshi odam. Men u kishini birinchi ko'rganimda respublikaga ko'rgan edim. 3 ta sopernikni yutib, 3-messaga kirgan edi. U kishi yomon optniy bois ko'p respublikalarga chiqqan, 3-messda birinchi o'rinni ham olgan. Insonning kamchiliklarini aytsak, ko'p kompyuter o'ynaydi. Agar hammamiz bo'lsak, вообще 24 ga 7 shu yerga qolib ketamiz. Shahar akam bizga yoshlikdan tarbiya bo'lgan. Ko'pincha sparringlar tushib, katta natijalarga erishganmiz biz ham. Shahar akaning orqalarida. Zaldan keyin ko'pincha birga yuramiz. Yaxshi sifatlari juda ko'p. Agar hammasini aytadigan bo'lsam, bizga vaqt yetmaydi-da yaxshi xislatlarini. Kattalarda, kichkinalarda hurmat, izzatda bo'ladi hamma vaqt. Biz Shahriyor akaga havas nazar bilan qaraymiz, intilamiz u kishida o'xshashga. Chunki yoshligidan ko'p mehnat qilgan odam albatta. Shuning uchun Shahriyor akaga o'xshashga intilamiz. Biz Xudo xohlasa Shahar akamdek jahonlarga chiqib, yaxshi natijalar bilan qaytishga harakat qilamiz. Kibersportga qiziqishim shu mana 1 yil bo'ldi. Qiziqish tug'ilib nima bo'ldi? Chunki hozir agar eshitgan bo'lsangiz agar Dubayda shunaqa shahar bor ekan, kibersportni o'zini shahri bor ekan. Bu sportda ham olib boramiz. Chunki hozirda yoshmiz, kuch bor, kuch-quvvat bor. Endi kelajakda u kibersport unchalik qiyin narsa emas. Prosta IQ yaxshi ishlash kerak. Kibersportda shu birinchi daraja shu. Keyinchalik agar uddalay olmasak agar trenerlikka o'tib ketsa agar, Xudo xohlasa kibersportga ham o'tib bir o'zimizni tekshirib ko'ramiz. Agar sportchi bo'lmaganimda, shu sportdan yiroq bo'lganimda, bizning o'zimizda oilaviy nimamiz bor, biznesimiz bor. Shu bilan borib qolardim, shu bilan ketardim biznes.
oldingi paytlarda Samarqand boshqa shaharlarda yo boshqa davlatlarda urushmasdi, unaqa joylarda chiqmasdi. Hozirgi paytda ko'p chempionlar bor, ko'p jahon chempionlari bor. Hozirgi paytda ancha rivojlandi. Samarqand yaxshi o'sib ketdi. Jahon chempionlari chiqardi, O'zbekiston chempionlari chiqardi. Mana hozir Eradin yo'nalishida ikkita boyets chiqyapti. Bu Samarqandga zo'r natija deb o'ylayman. Bugungi kunda Bahrom Shahriyor o'zi xalqaro toifadagi sportchi bo'lishi bilan birgalikda ham sport maktabimizda trener lavozimida ham faoliyat ko'rsatib kelyapti. O'zi trenerlardan o'rgangan sir sanoatlarini yosh o'smir bolalarga ham o'rgatib kelmoqda. Sportchilik natijalariga keladigan bo'lsak, O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkibi bugungi kunda qo'ljangi sport turi bo'yicha. Bundan tashqari ko'pgina xalqaro musobaqalar ham sovrindor hisoblanadi. 2025-yil aprel oyida Moskvada o'tkazilgan jahon birinchiligida ham yaxshi natijaga erishib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, shu respublikamiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga o'z hissasini qo'shdi. Undan tashqari Osiyo chempionatlarida ham munosib ishtirok etib, yaxshi natijalarga erishib kelmoqdalar. Undan tashqari u o'zini sportchilarini ham mana ishlagani 2 yil bo'lishiga qaramasdan yosh sportchilarni ham viloyat chempionati, respublika chempionatlarida ishtirokini ta'minlab, yaxshi natijalarga erishtirib kelmoqda. Shogirdlari ham respublika darajasida yosh o'smirlar terma jamoasi tarkibiga zaxira tarkib, asosiy tarkiblardan joy olib kelmoqdalar. Bugungi kunda qariyb 50 nafar, 50-60 nafar sportchilarga o'z qo'l jangini, sir sanoatlarini o'rgatib kelmoqda. Shogirdchalarimni Urushqo'g'i ham bor, Kulaytikoni ham bor, aka-ukadagilari ham bor. Ularga niyatim oxirigacha borish kerak, oxirigacha. Mana bizlar shu oxirigacha keldik. Ularga ham tavsiya qilib qolaman. Oxirigacha borsin. Faqat orqaga emas, faqat oldinga. Birinchi ochratda sportchi murabbiy bilan birgalikda bo'lsa agar, u yutib ketish darajasi yuqori bo'ladi. Chunki murabbiy ochiq joylarni biladi, qayeri ochiq, qanday nuqson joylari borligini biladi. Ishlayotgan paytda murabbiy mana bu yeri ochiq, mana bu yerga zarba ber, mana bunaqa kiryapti, nimadan kirishdan bunaqa to'siq qo'y, mana bunday deb aytib beradi-da sizga raqibni nuqsonlarini. Siz shunga qarab keyin ishlaysiz. Murabbiyga nima qilmasangiz agar, eshitmasangiz agar, o'zingiz bilmaysiz nima qilayotganingizni, qanday u raqib qanday xavf tug'dirayotganini bilmaysiz. Shuning uchun murabbiy bilan hamjihatlikda ishlasangiz agar birinchi o'rinni olasiz. Men oson yo'lni izlamayman. G'alabaga olib boruvchi yo'lni o'zim quraman. Bu meni shiorim.